O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29-kuni Ostona shahrida Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyev Ostonada o'tgan Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashi yig'ilishida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlikning joriy ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib o'tdi. Ular orasida to'siqsiz savdo uchun yagona raqamli makon, sanoat kooperatsiyasi, sanoatning yashil transformatsiyasi, mehnat mobiligi va turizm kabi masalalar bor. Ma'lumki, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi Rossiya hukmronligi ostidagi va asosan uning manfaatlariga xizmat qiladigan tashkilot bo'lib, unda qatnashish va a'zo bo'lish hech bir jihatdan O'zbekiston manfaatlariga javob bermaydi. Shuningdek, u Markaziy Osiyo musulmon xalqlari manfaatlariga ham zid keladi. Ammo O'zbekiston Moskvaning qattiq bosimlari sababli 2020-yilda tashkilotda kuzatuvchi davlat maqomida ishtirok etishga majbur bo'ldi va shu paytgacha u tashkilotga a'zo bo'lishga majburlovchi Rossiya bosimlaridan qutula olganicha yo'q. Rossiya goh o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tahqirlash, ularni urib tepkilab kamsituvchi muntazam reydlar o'tkazish, ta'qib qilish, qamoqqa tashlash, katta to'lovlar undirish, goh O'zbekistondan borgan mahsulotlarni kirgizmaslik kabi ishlarni qasddan uyushtirib kelyapti. Ko'rib turganimizdek, bu kofir urushning zulmidan yurtimiz musulmonlar jabr chekyapti. O'zbek rejimi esa Urus og'asi oldida o'zini zaifligi va jur'atsizligi bilan bunday zulm va zo'ravonliklarni faqat kuzatish bilan cheklanmoqda. Ammo hukumatning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi katta xato bo'lishini tushunayotgani, uning Putin rejimining o'zbekistonlik musulmonlarni odam o'rnida ko'rmayotganiga qarshi biror chora qo'llamayotganini hech bir jihatdan oqlay olmaydi. Chunki faqat a'zo bo'lishni rad etishni o'zi bilan siyosatda yutib ham bo'lmaydi. Qadr-qimmatni oyoq osti qilishlariga chek qo'yib ham bo'lmaydi. Balki O'zbek rejimi o'zining qaramlik va zaiflikka mahkum aqliyasini ozodlik, jur'at, siyosiy iroda, aziz va mukarram bo'lish haqidagi yuksak tushunchalarga o'zgartirishini talab qilinadi. Musulmon xalqimiz ham o'z qadr-qimmatini tiklash faqat o'z islomiga qaytishi bilan amalga oshishini anglashi zarur. Modomiki Rossiya kabi islom va musulmonlar dushmanlariga qarshi turmoqchi bo'lsak, buning uchun islom mabda mafkurasi atrofida bir tanu bir jon o'laroq birlashishdan boshqa najotimiz yo'q.